Küneske birisini yo'qlaydigan bo'lib chiqib qoldi bu tuqqanni izlab. Nomerlarim yo'q, aşağıdan tapimiz deb chiqdi-da. İzde saat 2:20-3 bo'lib ketdi. Qo'saq diye içip qarangish ketdi. Kiripli bir qo'saq to'yg'izaysa, bu oshxonmi yo'qchimi? Keşinki ağabeyim sen nefsiye marakını diyor. Adam bir tapkına bile kirip qo'saq to'yg'izaydi dedi. Bu dadamın öyle yok bu yerda. Bir amal bola. Ya aday qo'saq ishkada shu men amal qilyapmadi aydig'ini deb ketib qolsak, bir qozoq qarindoshlarning to'yi bo'lib tutib qaradi. Talad atlan bağlab qo'yibdi, ağaçı motor turdi, bir to'yning kayfiyati bor-da. Jiri ashak kiripli qo'saqni to'ydirayli, to'y bo'lgandan keyin o to'nmagan ekan dedi. Qo'rqma, men qudu tarafningli deymiz. Favqulodda qiz taraf bo'lsa, o'g'il taraf bo'lamiz. O'g'il taraf bo'lsa, qiz taraf bo'lamiz. Jiresama jirel dedi, kirdik. Dehshat mehmon do'stga qarab, polo molo go'sh pesha keldi. Raurus qo'sang to'ydirib qo'ygandan keyin bir qozoq odam kelib, "Ha, qaydin sizlar?" deydi. "Qudu tarafni? Sen chiqay aytgan olsang, mana xatmi to'y mana."